Hozir men Yaponiya Nagoya shahriga Toyota muzeyiga kelganman. Toyota muzeyi, Toyota avtomobili qanaqa ishlab chiqariladi, nimalardan ishlab chiqarib, hozirgi paytda qanaqa texnologiya ishlab chiqaradi. O'sha narsani sizlarga yoritib beraman. Videoga oldin bitta like bosib qo'yasizlar. Uy profilga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga foydali bo'ladi. Toyota muzeyiga keldik. Hop. 1 soat oldin kirgan peshin. Namoz o'qiydigan joy qilib qo'yishibdi Toyota muzeyida. Xona bu yoqda. Xullas, o'rtada mana qanaqadir apparat turibdi. Hozir bitta so'raymiz. Avror akam buni 28 menimcha tikuv mashinasi bo'lsa kerak, qanaqadir. Aka, mana apparat nima bu? Tikadigan qanaqadir apparat, mana shu. Bu apparati ko'pchilik bilmaydi. Toyota kompaniyasini birinchi ochilganda Toyota degan odam o'zi iplarni anaqa paxtadan ip qiladigan, mato qiladigan apparat yaratib o'sha bilan shug'ullangan. Boshida avtomobil ishlab chiqarmagan. Ya'ni undan keyin rivojlangan texnologiya. Rivojlanib avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Xullas, shunaqa bo'lgan. o'sha birinchi Toyota'ni ishlab chiqarilgan mexanizmi mana. Ipda mato qilib chiqarib beryapti. Mana shu Schweller mashinasi. Ko'rasizlar? Gap yo'q. Biza qattaligimizni bilishinglar uchun tepadan sizlarga bitta kadr ko'rsatib beraman. Mana shu zdaniyadamiz. Hozir biza kirgan joyimizda taxminan hozir topib olsam men sizlarga aytaman. Mana buncha mana shu atrofda mana shu zdaniyadamiz biza. Mana mashinadan kirdik, chunki men bitta stoyanka bor edi, mana bu yoqqa kirgan edik. Mana shu zdaniya atrofidamiz biza. Xullas, mana shu zdaniyadan aylanib kirib muzeyiga kiramiz. Mana bu yerda Toyota'ni menimcha o'zlarining haykallari bo'lsa kerak. Mana yaponchani tarjima qilasizlar. The founder Toyota Group for Mr. Sakishi Toyoda. Mana Mr. Sakishi Toyoda haykali. Ya'ni Toyota'ning asoschisi. Birinchi bo'lib mana bunaqa tikuv mashinasi o'ylab topganlar. Mana shunaqa apparatdan ishlab chiqarib, keyinchalik mashina ishlab chiqarishni boshlashgan Toyota kompaniyasi. Mashina ishlab chiqarishda ham nomeradin bo'lishgan, tikuv mashinalarida ham nomeradin bo'lishgan. Mana shu Schweller mashinasini ishlab chiqarishgan mana rasmi. Qaranglar, Toyota muzeyida shunday ichida namozxonasi bor ekan, playroom. Plus tahoratxonasi ham alohida bor ekan. Bu yoqda mana ayollarning namozxonasi, bu yoqda mana erkaklarning namozxonasi. Masjid. Kiramiz. Xona kichkinagina, qiblani mana bunga belgilab qo'yishgan, ko'rasizlarmi? Qibla edi. Masjidda bemalol namoz o'qisa bo'ladi. Mana bu yoq tahoratxonasi. Ko'rdinglarmi? Mustahabbi hojatxonaga borasizlar, keyin bu yoqda tahorat qilib bemalol namoz o'qisanglar bo'ladi. Qaranglar, sharoit qilib qo'yganini. Shunaqa xursand bo'ldim. Toyota'ga menimcha endi musulmon ekanlar bundan ham ishqibozlik ortib ketadi-da. Joynimozdan mana qo'yib qo'yish. Muzeyga biletda kirib oldik. Kiraverishda monitor qo'yib qo'yishgan ekan 3 ta. Ya'ni Toyota'ni Ponni o'sha istoriyasi. Mana birinchi tikuv mashinasi, keyin sexlari, ishlab chiqaradigan zavodi, bu yoqda yana mana sekin-sekin rivojlanayotgan paytlari. Hozir ichkariga sekin kiramiz. Toyota mana birinchi ishlab chiqarilganda qaranglar, Toyoda bo'lgan, DA. Sakishi Toyoda'ning ismi bo'lgan. Undan keyin Ponni rebranding qilayotgan paytida Toyota'si yutib chiqqan mana shu brend. Shu bilan qolgan, shu paytgacha Toyota bo'lib qolgan. Hozir ichkariga kiramiz, bitta ko'ramiz. Kirishimiz bilan bizani mana bunaqa tikuv mashinasi kutib turar ekan. Tikuv mashinasini ko'rib turibsizlar. Mana birinchi ishlab chiqarilgan tikuv mashina. Toyota'ning birinchi ishlab chiqarilgan endi tikuv mashinasi. Boyagisi katta apparat edi. Ma'lumot. Toyota kompaniyasi boshlanish tarixi tikuv mashinasidan boshlangan. Mana 1923-yilda asos solingan shunaqa tikuv mashinalarida ip yigirgan va mato ishlab chiqargan. Mana shu Toyota ismli odam asos solgan kompaniyaga. Sakishi Toyoda ismli inson asos solgan, mana birinchi tikuv mashinasini ishlab chiqargan ekan. Xullas, keyin rebranding qilinganda T bo'lib ketgan va bo'lib ketgan. Toyota 36-yilda rebranding qilayotganda Toyota degan
birinchi o'rinni olganda, o'shandan keyin kompaniya nomi Toyota bo'lib ketgan. Bu o'shanda 30-yil vafot etgan ekanda bu inson, ha? 1867-yilda tug'ilib, 1930-yilda o'lgan ekan. 56 yoshda asos solgan. Hali menga bor, yoshman yoki qarib qoldim deydiganlarga. Jigar, o'zingiz necha yoshga to'ldingiz? 35 ga to'ldim. 35 yosh. 30 yoshga to'ldim. Hali nima edi? Yo'q, yaqinligasiz. Bor deb bemalol bo'lib qolmang yoki qarib qoldim deb to'xtab qolmang. To'ppa-to'g'ri. Sakishi Toyota 56 yoshida tikuv mashinasiga asos solgan va hozir o'zingizlar bilasizlar, qanaqa zavod bo'lib ketdi, qanaqa brend bo'lib ketdi Toyota. ただこちらの道具ですとご覧いただきますように、一人で紡ぐことができるのは1本でした。そのため時代が進んで明治時代になると、今度は一人で数十本の糸を紡ぐことができる機械が登場いたします。こちら実際に体験していただけますので。Hamma ko'rib turganinglardek paxta, bu yoqda mana ip bo'lib ketyapti. Men apparat hozir yaponchasida nima ma'lumot berdi aka? 乗せてあげるだけで Qaranglar, paxtani o'zida 再び ulanib ketib qoldi. Ko'rasizlar? つなげることができる。 Ulanib, mana apparat paxtadan ipek qo'ryapti. Ko'rasizlar? Birinchi bo'lib mana bunaqa keyin kiyimlar ishlab chiqarilgan ekan. Aka? Eng qiziq ma'lumotlardan bitta mana bu narsa bo'ladi. Bu har bitta keladigan odamga nechta odamga ma'lumot berayotganligini sanab boradi. Nechta odam tashrif buyurganligi haqida ma'lumot beradi. Gap yo'q. Toyota'ning shu muzeyida nechta insonga ma'lumot berganini mana bu yozyapti. Qaranglar. Nechta insonga ma'lumot berdi? 397 ta odam tashrif buyurgan. Bu yoqdan bitta ko'ramiz. Oho, 1300 ta ekan. Mana 1377 ta ekan. Gap yo'q. Shuncha insonga ma'lumot bergan. Ya'ni 1376 ta ma'lumot bermagan. Bir vaqtda o'zida mana mana shu 50 tacha yoki 40 tacha, 30 tacha odam turadi. Biz ham mana 10-15 tacha turdik. Shunaqa holatida sanab tashlaydi nechta odamligi. Qaranglar, mana bunaqa suv ishlab chiqaradigan dekoratsiya chambiri ham ishlab qo'ygan ekan. Gap yo'q lekin. Mana ishim o'xshamayapti-yu deydigan insoningizga jo'natib qo'ying. Mana mexanizmni qarang, ishlab qo'yganini. Katta chambiri suv haydab beradi, qishloqlarga yetib boradi, dalalarga qonun sug'arish uchun kerak bo'ladi. Kompaniya juda katta. Mana o'zi keyingi etaplarni ham sekin-sekin sizlarga ko'rsataman. Siz videoga bitta like bosib qo'ying. Mana uylarni ko'ryapsizlarmi? Suv ostida suv ishlab chiqarib beradigan mana bunaqa katta nasoslar ishlab chiqarilgan. Suvni ichiga, uy ichiga o'rnatilgan, nasoslardan uy ichiga kirgizilgan. Yana bunaqa katta apparatlar ishlab chiqarilish boshlanyapti. Nasos, kanal, ponni suv tortib beradigan mexanizmlar. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha u yog'iga rivojlanib ketyapti. Bu botdan boshlanar ekan, mana ko'ryapsizlar, hammasi sekin-sekinlik bilan ipekdan ishlab chiqarilib, keyin bu yoqda mexanizmni har xili. Ya'ni suv nasosi, suv kanalizatsiyasi ishlab chiqarilgan. Mayli, e'tibor beradigan narsamiz, har bir etapda o'sha texnologiya rivojlanib ketyapti. Mana undan oldingisi, bu yangichasi. Keyin bitta narsani qaratishinglarni xohlardim, qaranglar. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta rad turibdi. Ya'ni hammasi har xil vazifani bajaradi. Bu ipdan, ya'ni paxtadan ip chiqarib beradigan apparatlar shu zamonaviylashayotganligi, keyin materiallardan, mana iplardan ponni material qilib mana bunaqa qalin ipeklarni ishlab chiqaradigan bu boshqa apparatlarni zamonaviylashayotgani, suv nasosi, suvni tortib beradigan nasosi boshidan boshlab mana zamonaviylashib, yangicha texnologiya bilan ishlab chiqarilayotganligi. Undan keyingisi ko'rib turibsizlar, ponni paxtani ponni pressovka qilib mana bunaqa katta. Keyingi qatori ko'rishimiz mumkin. Uchinchisini paxtadan mana bunaqa arqon ishlab chiqarilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Qalin-qalin arqonlar. Bu apparatlar ham zamonaviylashib, texnologiyasi yengillashyapti. Buni o'zi yil-yil o'tib zamonaviylashayotgani, o'zi temirdan ishlab chiqarishyapti. Ko'ryapsizlar, o'zi apparatni
undan oldingilari polniy hammasi taxtadan ishlab chiqarilyotgandi. Nodirxo'ja aka, lekin rivojlanish yomon kuchayyapti. Evolyutsiyani bo'ldan oxirigacha ko'rsatib beryapti, qara. Gap yo'q. Har yili yengillik qo'shgan. Bitta detali bo'lsa ham, ko'rinishi bo'lsa ham tezlashgan. Shundan keyin rivojlanish уже takomillashib boshlangan. boshlagan. Qolmagan hech narsa. To'ppa-to'g'ri. Yaxshilash orqali faqat. Deyarli 1990-yilga keldik. Mana shu texnologiya bilan mana bunaqa material ishlab chiqarilyapti. Ko'rasizlar? Uje biza kiyib turgan materialni o'zi. Uje keyin yangilanib mana Toyota kompaniyasi tomonidan bu yerda ko'rib turibsizlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan bu stanok. Haligacha foydalanishadi. Mana bunaqa sochuv, dasirmol, har xil narsalarni o'sha ishlab chiqarib, mana ipakdan zo'r apparat ekan, oka. Sidenasiga ham alohida kompaniya, kichkina boltini ham alohida kompaniya qilib ishlab chiqarganda, faqat Toyotaga emas, boshqa kompaniyaga bitkazib beradi. Bu narsani yaxshiroq bilsangiz. O'shaning uchun Toyota kompaniyasi ichida hozir 10 mingta kompaniya bor, 10 mingta. Ya'ni hammasini o'zi ishlab chiqaradi. Hammasini o'zi ishlab chiqaradi, hammasini alohida. To'ppa-to'g'ri. Material ishlab chiqaradi. Materiali bilan o'zi ham sota oladi, boshqa kompaniyalar ham sota oladi. Shunaqa. Chexolini ham, sidenasini ham o'zi ishlab chiqaradi. Ko'rasizlar? Toyota 10 mingta kompaniyasi bor. Xullas, ya'ni hamma sohadan bor. Mashina ishlab chiqaradigan har bitta detalni Toyota o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni boshqa kompaniyalardan sotib olmaydi. Mana bu yerda tikib va chiroyli qo'yishdi ekan. Mana qaranglar. Gap yo'q. Eng oxirgi 2023-yildagi narsa. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, eng oxirgisi. Gap yo'q. Ya'ni tikuv apparatini pavilyonidan o'tdiga, ya'ni O'tdik. Endi bu yoqda qanaqa qilib mashina ishlab chiqarish, anaqa apparatlarga motorlarni ishlab chiqarish ko'rsatadi. Oddiy temirdan motor yasash, qanaqalarni. Tushunarli. Mana bu yerda tiski, har xil kompressorlar, shaton, shunga o'xshagan narsalar bor ekan. それでは今からこれね、ミニチュアのコネクティングロッド、これをね、実際作ってスタートします。はい、加熱器ですね、ヒーティングマシン。Katta temperaturada avtomobil motor dvigatelini ichidagi detalni ishlab chiqarishni ko'rsatyapti. Ya'ni u apparatni o'zini ham Toyota kompaniyasining o'zi ishlab chiqargan. Avtomobilning shu detalini ham o'sha apparatida ishlab chiqargan. 鉄がもう赤くなってきましたが、38秒で1200度まで加熱できます。プレス機いけますので、しばらく頑張ってください。ジャストプリーズ。 1700 gradus 1200 gradus issiqlikda 38 sekundda tayyorlaydi. Gaplar. Motor ichidagi sxemasini oddiy tizimda. Shattun palesini yasayapti menimcha hozir. はい、38秒が経って1200度まで加熱できます。プレス機が入れていきます。僕の音がします。ご注意ください。3回プレスします。8メリアナジー型ラフ。次に仕上げ型エディション。 最後に割り抜き型ラストリミング。はい、私ね、プレス機のボタン3回押しただけですけども、先ほどの鉄の材料があっという間にミニチュアコネクティングロッドね、作ることができたコンプリートですね。まだ800度ぐらいで使えます。シャットの口なしにしゃべってから。ボツですね。はい、今ね、ミニチュアを作りましたが。 コネクティングロッドの標準サイズでスタンダード800 gradus sulida. Ya'ni razmerigacha. 約20倍の2500トンのプレス機が必要です。大きさが4倍になります。 hozir ishlab chiqardik. この2500トンのプレス機。自動車間に行かせる gradus issiq turibdi. Shatunning eng kichkinasidan boshlab mana bu kichik qoptalarigacha ishlab chiqariladi. Thank you. Biz ma'lumotni zo'rini oldik. Hammasini ishlab chiqaradigan bosh mana bunaqa bo'ladi. Shundan keyin press birinchi qizdiradi 1200 gradusda. Keyin bu yoqdan hozir 2,5 ming tonna press bilan bosganda, 3 ta bosganda mana shunaqa detal ishlab chiqaradi. Mana shatunni ishlab chiqaradi. Shatunni bilmayman, mana bunaqani ishlab chiqarar ekan. O'sha narsani qanaqa ishlab chiqarishni hamma odamga ko'rsatyapti. Tushundim. Eng qizig'i o'zi ishlab chiqardi hozir ham bittasini, gap yo'q ekan. Mana qoldig'ini nima qiladi? Qoldig'ini qayta ishlaydi. Qayta ishlab chiqaradi. Qayta ishlab chiqaradi. Gap yo'q. Mana shatunning qolipi bo'ladi. Kichkinasi.
Xullas, abrazis shu. Mana men haqiqiy mashinada turadigan 4 ta silindrli qaysi turishi Toyota avtomobilni shatuni. Xullas, ko'rasizlar, bu yoqda Porsche'ni bo'ladi. Mana shu har bitta detalini mana Porsche'ni detalini ishlab chiqaryapti, har bitta detalini. Qaranglar. Porsche, Chaton, Palace, evkladishlarni hammasini shularni o'zi Toyota apparati va Toyota kompaniyasi o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni mana bunaqa metalli o'zidan o'xti og'irligini ko'rasizlar. Mana shu metalli o'zidan mana bunaqa qolipga bu apparat orqali pressda bosib ishlab chiqarar ekan. Undan oldin bu detalni mana apparatda qizdirar ekan. 1200 gradusda bu qolipga tushgandan keyin xuddi shu ko'rinishda mana bunaqa shaton hosil bo'ladi. Keyin buni bemalol mashinaga qo'yib ishlatsak bo'ladi. Shaton Kalinval turibdi, Kalinvalni ham xuddi shu ko'rinishda ishlashadi. Mana bu qoldig'i, ko'rasizlar? Bosimda 1200 gradusda qizdirib chiqazyapti. Tegilmasin debdi, men endi video uchun ma'lumot berdim. Bundan keyin mana men Porsche shatunlarni ko'rsatdim sizlarga. Keyin mana bloki. Bloki chugundan xullas Porschelarni qo'yib, shatunlarni qo'yib, men sizlarga videolarimda hammasini aytib o'tganman. Mana qolipi kichkinasi ekan faqat. Bu abrazis uchun mana qum menimcha. Qumdan qolib qilingan. Mana qizib turadigan qozonidan quyadi qolipga. Qolipdan quygandan keyin mana shu shaklda keladi. Xullas shatunni ko'rdinglar, Porsche'ni ko'rdinglar, Kalinvalni chiqadi. Mana blokka yig'iladi. Toyota motori tayyor. Davay. Hozir nima bo'ldi bu yerda? Qarang aka, men boshidan boshlaylik. Mana qolib, ko'rasiz. Shaton bu prosta abrazis uchun kichkina shaton. Mana temir, ko'rasiz? Juda qalin temir. Ko'rdingiz-a? Mana shu temirni mana apparatga, bu ham Toyota kompaniyasining o'zining apparati 1200 gradus issuvlikda bu narsani mana temirni qizitib oladi. Qizitib olgandan keyin mana bu Toyota kompaniyasining o'zining mana bunaqa stenogi bor katta. Buni pressovkada taq etib mana qolipda bosadi. Ya'ni qolipni mana oldi ko'rinishi bu xullas bir-biriga bosadi. Oldi orqasi. Oldi orqasi. Mana shaton hosil bo'ladi. Bu abrazis, bu haqiqiy mashinada turadigan shaton mana bu hisoblanadi. Bukladishi, mana ichidagi kolsasi, o'qi, keyin mana Porsche'ni alohida o'zi har bitta narsasini Toyota kompaniyasining o'zining ehtiyot qismlarini ishlab chiqarar ekan. Ma'lumot sifatida boshqa kompaniyalar bunaqa ehtiyot qismlarni boshqa kompaniyada sotib oladi. Ya'ni ko'pini Toyota'ning o'zidan ham oladi. Ya'ni bu yoqda mana Kalinval ishlab chiqaradi. Porsche, mana blok. Blokka quymasi yo'q ekan. Mana abrazis uchun kichkina quyma, motor tayyor. Toyota kompaniyasi hammasini o'zi ishlab chiqaradi. Stenogidan tortib, kichkina detal boltidan motorigacha o'zi ishlab chiqaradi, aka, ichi qo'ligacha. Ko'rib turganlaringlardek hamma detallarini mana qarang, o'zi ishlab chiqargan. Sverlo, bolg'alagacha. Mana bitta kuzovi, motori, xullas vertolyot, samolyotlarni har bitta narsalari bu yoqda eng muhim bo'lgan narsasi parregi motori bilan. Ko'rasizlarmi? BMW avtomobili kompaniyasi bilasizlar, birinchi vertolyotlarga, samolyotlarga motor ishlab chiqarishdan boshlagan. Toyota kompaniyasi bo'lsa, tikuv mashinasidan boshlab, stenokdan keyin mana vertolyotlarni ham motori parrelari bilan birga avtomobil ishlab chiqarishni boshlagan. Nodirxo'ja aka, ma'lumot foydali bo'ldimi? Zavod qizuvmi? Конечно, qiziq. Men avtomobilga shunchalik qiziqaman, hammasini bilaman deb o'yladim. Yo'q, hozir Toyota kompaniya ekanman, jinni bo'lib qoldim. Aka, achingiz yechasizmi? Ko'zingiz bilan ko'ring, haqiqiy ko'zingiz bilan. Men ko'rasiz, Toyota kompaniyasi velosiped ham ishlab chiqargan ekan. Undan tashqari aka, Narsa qolmagan ekan, qolmagan. Samolyot, vertolyot, mashina, velosiped, mana mototsiklni motorigacha ishlab chiqargan ekan. Gap yo'q, tikuv mashinasigacha. Aka, 28. Mana. Noldan 28. hammasini tanib chiqyapmiz. Mana shu motorni bu yoqda kraska sepib tayyor qilib qo'yishgan. Ya'ni bu haqiqiysi. Bu maketi yasab qo'yilgani. Besvetniy ekan. O'sha paytda bilasizlar 90-yildan oldin rangsiz bo'lgan hayot. Keyin rang kirgan. Men mana shunaqa kinolarni ko'rish shunaqa deb o'ylayman-da. 1900-yilda mikroskopi qanaqa bo'lgan? Men ko'rasizlarmi, lupasini
kichkinagina mana bu yozda shuni qo'yasizlar, mikroskopda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Toyota kompaniyasi ishlab chiqargan ekan, gap yo'q. Bu yoqda to'kirni stanogi, yana bitta to'kirni stanok, o'sha paytdagi nimadir detal ishlab chiqaradigan va to'g'irlaydigan apparatlar. Bu bo'lsa soatni ko'radigan yoki bu ves ekan, tarozi. Gap yo'q lekin. Ishlab chiqargan narsasini qaranglar. Mana mana yana qanaqadir apparat, mana menimcha suvniki. Mana Abror aka, mana kemani narsasi shakl qanaqadir, suvnikimi yo tarozimi qanaqadir. Nimadir yozib qo'ygan. turibdi. Anaqa testiviy nimadirlarni tekshiradigan mashinasi ekan, test qiladigan. Bo'ldi. O'sha paytdagi nimadir test qilgan, mana bu yerda tarozi ham turibdi, ko'rasizlar. Gap yo'q. Ketdi bu yerdan. Toyota ishlab chiqargan fotoapparatni ham oka? Mikroskop. Mikroskop uzunligini ko'rdingizmi, qarang. Vuy, o'sha paytdagi 1900-yilda, to'g'rimi bu? Shunaqa yili yozilganmikin? Yili yozilmagan. Yilini so'rab olamiz. Taxminan o'sha. Shunaqa. Oldi bilasizmi, kompyuterli ham bahaybat bitta xona bo'ladi-ku. O'sha paytga to'g'ri kelsa kerak edi bu ham bitta mikroskop. Rasmga ham tushganda mana bunaqa narsasi bo'ladi, fotoapparatlarni bilasizmi? Bunda ustiga shunaqa. Ustiga bitta narsa yopib, qilib olib, rasmga olib, Charlie Chaplin kinolarida chiqqan ko'rgansizlar, xuddi o'sha apparatni boshqachasi. Ko'rib turganinglardek kalenval turibdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'lsa 4 ta silindrli motorli kalenvali. Bu yoqda mana bu Porsche. Porsche'li shatullar turibdi. Xullas, bular qanaqa ishlab chiqariladi? Ko'rasizlar, 1200 gradusda temirni polni eritib, mana bu blokka qum qolipga quyishyapti. Imash qolipdan. Xullas, mana bunaqa detal tayyor bo'lib ishlab chiqariladi. Gap yo'q. Zo'r dekoratsiya qilib qo'yibdi. Mamutda mana ketma-ketlikda ustalarni hammasi ishlash jarayonini qilib, mana mamutda blokni ham qo'yibdi, teyilmasin degan. Katta blok, qolipi, mana motor ko'rinishi, karburatorning eski silindr bloklari ekan. Bu yoqda zavodning rasmlari. Gap yo'q, kayf qolman lekin, ishoning. Zo'r. Eng qizig'i bor, Abdullaziz, eng qiziq joyini aytaymi? Qaraysiz, yaponlar asosan yapon yuribdi. Yapon yosh bolalar. Sizlar avtomobil sohasida qiziqasizlar-da. Bu bolalarning yoshligidan Toyota kompaniyasi qanaqa darajada shu darajaga kelganligini tarixni o'rgatadi. Bu Toyota kompaniyasi egasiniki demaydi, bu bizaniki deydi. Undan keyin bolalar Yaponiya ham kimligini bildiradi. Kimligini biladi. Kimsan o'zi degan. Tarixini bilgandan keyin bular boshqa mashina sota olmaydi. Faqat Toyota oladi. O'shaning ko'chiriga qarang, faqat yapon brendi. Boshqa kompaniyalardan ko'ra Toyota yapon brendini ustun qo'yadi keyin. Shunaqa qilib o'rgatadi yoshligidan. O'zini o'zi rivojlantirish. Ko'rdinglarmi? Tarbiyani, keyin rivojlanishi gap yo'q lekin bor. 5 baho. Hozir biz endi eng qiziq joyga keldik. Bu Toyota'ni mana kuzovi bo'ladi. Birinchi ishlab chiqarilgan mashinalardan bittasi. Hozir bu qanaqa ishlab chiqariladi? Masalan, ko'rsataman. Mana Chevrolet kuzov ko'rasizlar. Suvega, bu suvegini qanaqa ishlab chiqaradi desanglar, mana taxtadan maket yasab olar ekan, ya'ni maket yasab turib, bunga temirga polni qo'l mehnatidan polni mana hozir qaranglar. O'ymakorlik oralig'ida mana qo'l bilan yasab chiqilinar ekan. Mana shu taxtadan yasalgan maketga to'g'irlab chiqib, keyin mana bu kuzovni tayyorlashadi. Gap yo'q. Mana siqadigan unaqa apparatlari ham bor ekan, dumaloq qiladigan, har xil shaklga keladigan, tiskisi, ambiri, plastik gubsisi, ular gap yo'q lekin. Mana bu qizdiradigan apparatlari ham bor ekan mana. Toyota'ni birinchi ishlab chiqarilgan avtomobillaridan pikap avtomobil ekan. Mana bu kichkina maketini qo'yib qo'yishgan, ko'rasizlar. Pastda o'zi ham bor. Xullas, pastda o'zi ham bor. Hozir pastga tushib ko'rsatamiz. Hozir sizlarga mana bu Nodirxo'jaga faqat fonni bekitib turibdilar. Mana jigar. YouTube'da auditoriyamga nimadir devoring, 100 mingdan oshdim jo'q. 100 mingdan oshdim. O'sha kumush knopkani ham oldim. Do'stim, bitta like bosib, обязательно поддержка qilib, qo'llab-quvvatlash kerak. Voy, sizlarga eng Hazil ekan ma'lumotlar bermayapsan, Yaponiyaga kelib, mashinalarni, ya'ni tarixini, Toyota'ni ko'rsatib ketyapsan. To'ppa-to'g'ri aka. Toyota'ni mana bu birinchi pikapini tegidagi mana bu suvega ko'rasam, shu yerlari radiator motor bloklari. Xullas, hozir keyingi etapga o'tib sizlarga sekin-sekin ko'rsatamiz. Mana ikkinchi mashinasi, birinchi pikap, ikkinchi mashinasi.
zavod, katta zavod. Xullas, bu insonning ismi Abror, Star Travel kompaniyasining asoschisi. Yaponiyaga biza kelishimizga sabab bo'lgan shu inson bo'ladi. YouTube auditoriyamga yoki YouTubega qo'yib yuboramiz-da. Toyota kompaniyasi. Salom, agar avtomobil sohasiga qiziqsanglar, Abdulaziz aka kuzatib borsanglar, avtomobil sohasiga qiziqadiganlar bo'ladi. Обязательно agar imkoniyat bo'lsa, niyat qilsanglar, xudo xolasa, Yaponiyaga kelib, Toyota juda ko'p brendlari bor, hamma biladi. Tarixi bilan tanishsanglar, umuman bu brend haqida tushunchalar o'zgarib ketadi-da. Agar kommentariyaga yozsa, boradigan insonlar boramiz deydigan bo'lsanglar, yana tashkillashtirib yuboramiz, to'g'rimi? Yana kelamiz Toyotaga. Bo'l. Ma'lumotlarni to'lig'ini olmayman, o'zimizda ham baza bor ma'lumot bo'yicha sizlarga o'shalar haqida to'liq ma'lumot beraman. Xullas, vashi zo'r joyga keldik biz hozir. Masalaga ko'rsataman, qaranglar. Vay, gap yo'q. Avtomobil ishlab chiqarish boshlandi. Mana Volks. Mana kichkina mashinani qaranglar rasmidan. Bu yerda sraz aytibdi, Toyota birinchi tikuv mashinasi ishlab chiqarganligini ko'rsatyapti. Keyin bu yerda avtomobil birinchi Toyota'ni pikap avtomobili ishlab chiqarilganligi. Bu maket ekan, ya'ni kuzov yasashga. Mana kichkina maketchasi. Ko'rib turibsizlar. Mana dvigatel ekan. Trambilorli, karburatorli, trambilor ekan. Karburatorli mana benzin nasosini qaranglar. O'sha paytdagi Jiguli sifatida mana Toyota'ning o'sha paytdagi emblemalar. Mana model. Toyota'ning birinchi sedan avtomobilimi? Crown Sedan mashina bor, pastda ko'rsatamiz. Shu bo'lsa kerak. Yilni ko'raylik. Boshqa ishlab chiqarilgan. Teyish mumkin emas deyapti. Pikapdan keyingi birinchi ishlab chiqarilgan avtomobil, ya'ni Toyota Crown avtomobili. Ko'rasizlar, birinchi avlodi. Mana. Avtomobilni ponni 7D qilib so'yib qo'ygan ekan. Ko'rasizlar, ichi-chavog'ini ko'rsatib qo'yish uchun motori hop, trambilorli motor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, rulovoy ham deyarli elektrichеский rulovoy. O'sha paytda o'zida qaranglar, yumshoq rulovoy bo'lgan. Crown Luxury S segmentiga avtomobil bo'lganligi uchun elektronli rulovoy o'tgan. Benzin nasosi даже filtrlarigacha ikkita ko'rasizlar, gap yo'q. Parrega o'sha paytdagi Jiguli sistemaga o'xshab pompani o'ziga ulanib ketgan, radiator faqat qo'yishmabdi. Radiator joyi bu yerda turibdi. Hop, orqa vidushi ekan avtomobilda. Oldini просто aylantirib qo'yishgan, oldini orqa vidushi ekan, korobka peredachasini kichkinaligini qaranglar. Gap yo'q. Orqada mana orqa reduktori, xullas orqa tortar ekan avtomobilda, baki orqada. Bakida endi benzin sig'imini qanchaligini bilmayman. Xullas avtomobilda ponni 7D qo'shgan ekan. Toyota'ning podveskasi, ko'rasizlar, stabilizator, tegi prujina, amortizator, richini qaranglar, ko'rasizlarmi? Toyota'ning bitta maqsadi bor edi-da, buzilmaydigan avtomobil ishlab chiqarish edi. Ya'ni podveskasi ham umuman buzilishi kerak emas bu avtomobilni. Shuning uchun ham sharoiy ko'rasizlar. Birinchi bu avtomobil qolgan avtomobillardan ko'rgan, ya'ni Mercedes, BMW avtomobilni misolida keltiradigan bo'lsak, ularning ishlashini, buzilib qolishini, qaysi detallar qancha vaqtga yetyapti, hammasini ko'rgan holatda keyin bu avtomobil ishlab chiqarishni boshlagan Toyota kompaniyasi. Undan oldin ko'rsatganimdek tikuv mashinalari ishlab chiqarishgan. Ya'ni mana amortizator, chashkalarigacha, tormozning shlanki, trubkalari, nakonechniklarigacha ko'rasizlar. Idealni ishlab chiqaryapti. Даже o'sha paytdagi avtomobillar ruli gidravlika. Ko'rasizlar? Moy filtri ham alohida nasosli, ko'rasizlar, kattagina. Mana o'sha paytdagi hadovoy. Stupissasi даже o'sha paytda ham moshina bo'lgan, ko'rasizlar. Даже supportlari taqillamasligi uchun mana bunaqa temirli, juda seriozniy texnologiyadan foydalanilgan. Balon, radial balon ekan. O'sha paytdagi balon razmerini sizlarga aytadigan bo'lsak, bu yerda yozmabdi lekin. Yakahama balon ekan. Japanda ishlab chiqarilgan Yakahama balonidan foydalanishgan ekan. Dvigatelda уже konditsioner mavjud.
pompa, radiator, nasos. Bu yilini hozir yozmabdi, men ko'rmadim. Ko'rib turganlaridek, uje avtomobilni yoqilish jihatidan gulshitridagi sistemasi chiqib ketishi. Bu yoqda datchigi ham bor, katalizator datchigi. Katalizator o'zi, ko'rasizlar, zaharli havoni tashqariga chiqazib yubormasligi uchun gulshitr sistemani alohida qilib qo'ygan ekan. Qaranglar, 3 ta samovar bor. Bitta, ikkita katalizator o'zi, bu yoqda mana oxirida kollektor. Gap yo'q. 1980-yilga keldik. 1980-yildagi avtomobilni motori ko'rib turganlaringdek, hozirgi avtomobilda nima sharoit bo'lsa, hammasi mana shu mashinada jam. Gap yo'q lekin bor. Toyota. Короче, mana men ham 1970-yilda ishlab chiqarilgan Toyota SV avtomobil ekan, ya'ni ikkita eshikli kupe avtomobil ekan. Xullas 1970-yilda ishlab chiqarilgan mashinani qaranglar. Bilasizlar, Yaponiyada chap qo'l qoidasi bu kojinli materiali. Gap yo'q, o'sha paytdagi deflektorlarni ko'rasizlar? Mana buni qaranglar. Gap yo'q. Hamma funksiyasi bor. Klimat kontrolgacha bormi? Gap yo'q, aniq ekan, faqat pechkasi, faralari, ruli, tablosi, gap yo'q lekin. Agar Toyota'ning nomini noto'g'ri etgan bo'lsam, to'g'rilab ketasizlar. Bu yerda yillarigacha yozilgan, ko'rasizlarmi? 1980-yil, 1990-yil. Xullas, bu yoqda yana mana podveskani orqa super tormozli sistema bilan birga ishlab chiqarilyapti. Orqa vidushi, orqa reduktorlari, ko'rasizlar, amortizator, prujina bu yoqda mana skorost peredachasi ham turgan ekan. Voy, tezligini yaxshi ko'rsatar ekan. Hozir prosta testoviy mashinani ishlash jihatidan. Bu yoqda Toyota'ni mana muzeyini, rostakasini, hamma modelini mana bu yerda ishlab chiqarganlarini ko'rsatib qo'ygan. Ko'rasizlar? Mana. yilda ishlab chiqarilgan Toyota'ni avtomobil modellarini, yana motorlarini sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Qaranglar. Xo'p, bu motor hozirgi zamonaviy avtomobilda nima bo'lsa, hammasi bor ekan. Yana men sizlarga bitta video qo'yib o'taman. Qaranglar, mana videoni ko'ringlar. Mana shu videoda 1985-yilda ishlab chiqarilgan Toyota'ni Lexus boshqa kompaniya bilan rebranding qilib ajrab chiqqandagi avtomobili, ya'ni bu avtomobil qanaqa avtomobil? Pnevmo podveska bilan ishlab chiqarilgan orqa tormoz sistemasi, mnogoraznik, nezavисимый podveska bilan ishlab chiqarilgan stabilizator kiyagasi, kiyagasining o'zida datchigi bor. Orqa yugurish avtomobil, oldida motorni ko'rasizlar. 8 motor, коробка передачasi manimcha 8 ta stupenchili. Keling, yaqinroq ko'ramiz. Kardanini ko'rasizlar, elashning lifti 3 talar. O'rtada podveskasi, oldida ham mana pnevmo podveska, oldi stabilizator tiyagasi bir emas, 2 ta, ya'ni cherepaxa mana toshbaqali oldidagi kuzovga qo'shib turadigani, umumiy 2 yoq tarafni ushlab turadigan stabilizator tiyagasi, konditsioneri, bu yoqda yana pompasi, alohida natijatili, generatori, gidravlika, o'sha paytdagi o'zida ruloviy gidravlika bo'lgan. Ko'rasizlar, faqat avtomobil tremblorli ekan, ya'ni bobinali demoqchi edim. Agar ma'lumotda ozgina adashib ketgan bo'lsam, mendan ham yaxshiroq biladigan avtomobilning ishqibozlari bor. Kommentariyada ozgina to'g'rilab ketasizlar. Aka, 1x qilamiz, sal teparoq ko'rsatib, mashinani bitta ko'rsatib berasiz aka. Ko'rib turganlaringdek, Toyota'ni mana modeli 1UZFI degan avtomobil motor ekan. Ko'rib turganlaringdek, oldi tormoz sistemada dashi qaranglar. Mana ko'rasizlarmi tunikani yonga chiqazib qo'yilgan, ya'ni tormoz sistemani sovutish uchun shamol qarshiligidan foydalangan holatda. Hozirgi zamonaviy avtomobilda bilasizlar, oldi bamperga polniy bitta shlanka chiqazib qo'yishadi. Buni o'zida orqa tunika zashtasida yonida chaproqqa ozgina to'g'irlab qo'ygan, ya'ni oldidan kelayotgan shamol qarshiligida katta tezlikda tormoz sistemani o'zi sovutib beradi. Bu yoqda avtomobilning vakuumi, tormoz sistemani takomillashganligi ko'rasizlarmi? Uje
tormoznoy sistema vakuum bilan birga holatda. И ABS sistema уже mana rivojlanayotgan endi mexanizm bilan bo'layotgan payti. И bu yerda mana ABS tormoz sistema vakuum bilan уже elektronniy привод bilan chiqqani. И bu yerda ABS alohida, tormoznoy sistema vakuum alohida, sistemasi motorchiga alohida, havo kompressori alohida qilingan. И miya bloki alohida turibdi. И bu yerda ABS blok mana уже mana hozirgi zamonaviy avtomobilda mana ham tormoznoy sistemasi. ABS blok, vakuum, nasos alohida miya orqasida A7 bloki bilan birga ishlab chiqarilgan. И bu yerda mana ABS bloki alohida o'zi W4 ekan. Bu yerda airbag ekan. Airbagga ichki ko'rinishi, qanaqa yig'ilib turadi. Mana airbag mashinadan otgan holatda yondagi sidena va kojix tepadagi tarafda joylashgan ponni airbaglari. Bu remenni blokirovkasi, remenni shundoq joylab qo'yishgan ekan. Bu yerda o'tib ketgan narsamiz. Toyota'ning yana qaysidir kichkinagina suv avtomobili, gibrid avtomobil ekan. 1990-yilda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobili. Ya'ni batareykasini ko'ramiz. Sidenani tagida emas, orqa tarafda joylashgan batareyka. Sovush sistemasi ham bor. Kabel kelyapti, bakam batareykaning yonida joylashgan. И ko'rib turibsizlar, 1990-yilda o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillar Ponni texnologiyasi. Mana benzin dvigatel, elektromotor. Hop, buni ko'rganinglarda oldi videoshi avtomobillar. Radiator и mana avtomat korobkani, ya'ni shu variator korobka bo'lsa, elektromotor reduktorini sovush sistemasi. Tizimi kondisioner tizimi sovush sistemasi, mana bunisi radiator. Yo'q, воздушный filtr turibdi ustida. Bu yerda Toyota'ning yana qaysidir gibrid avtomobili. Bu yerda mana motor joylashgan. 16 silindrli, ya'ni V-образныйga o'tgandan keyin katta mana invertori, elektromotori. Bu bo'lsa mana elektromotori o'zi variator bilan birga korobka передаcha bilan alohida ishlab chiqarilgan. Bu yerda yana shu boshqa modeli 500 voltli ekan, invertor, elektromotor, ko'rib turganlaringdek ponni kabellar o'tgan. Bu yerda variator sistemaga o'xshab ishlaydi. Ya'ni korobka переdacha motor bilan birga elektromotor bilan alohida mana kartin displey bilan joylashib ketgan. Bu yerda yana o'sha batareykasi ko'rasizlar, orqasida joylashgan. Boyiga hozirgi avtomobilni ko'rsatganimdek 288 voltli bak yonida birga joylashgan. Tushunmoqsizmi nima deyotganim? Bu noto'g'ri narsa. Qaysi? Bu hashikoda ishlaydi. Hashikoda bu qanaqa nima emas. Batareyka-ku? Batareyka emas. Ha? Hashikoda ishlaydi. Ya'ni tushuntirib bering. Ya'ni hashiko suv, suvdan olinadigan vodorod degan narsa bor. Va gap yo'q. O'sha vodorodda ishlaydi, ya'ni suvda ishlaydi. Ya'ni suvda ishlaydi, elektr tok ishlab chiqaradi u vodorod, suv. Shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni chunki bu yerda kabellar bor, mana elektromotor, variator korobkaga o'xshab kartin displeyasi bor. Faqat zaradga olmas ekan, suv orqali o'zidan elektr tok ishlab chiqarib, shu orqali ishlar ekan. To'liq ma'lumot bo'lib ketdi, ham qaranglar. Gap yo'q. Yaponchani bilsangiz zo'r deyman. O'z ishini ustasi siz bo'lsangiz, Ha, gap yo'q. biz xato qilishimiz aniq. Muammo yo'q aka. Mana bu yerda yana mana уже zaslonkali, sparitilli, yangi texnologiyadagi motorlar ishlab chiqarilyapti. Ko'rasizlar? Gap yo'q. Mana bu уже batareyka yani. Gibrid batareyka. Gibrid batareykasi. Mana katta korobka bo'ladi. Mana. Gap yo'q. Mana invertori, mana batareykasi, lition железо fosfatga o'xshayapti. Va mana topib qo'yganim qarang, lition batareyka ekan. O'qimasdan turib. Hali esimdan chiqmabdi, bilar ekanman boshqa. Xullas, shunaqa gap. Bu yana mana Toyota'ning qaysidir modeli. Toyota. Qaysidir mana nima ekan? Mana bu nima yozib qo'ygan? Bitta mashina tarjima qilib bering. Mana shu bachokka tushunmadim nimaligini. Bachok o'sha men hozir aytib o'tdim, sizga hashiko. Hashiko suv orqali vodorod bilan va vodoroddan chiqqan elektr toki orqali ishlaydi. Bo'l, mana o'sha bachok. Ko'rasizlar? Ya'ni suv orqali harakatga keladigan avtomobil. Nimaga bizga hali ommaga ishlab chiqarilmagan bu mashina? Bu уже hozir hamma haydaydi Yaponiyada. Buni zapravkalari ham bor. Tokio Alohida. Alohida. Gap yo'q. Toyota ishqibozlari O'zbekistonda bor. Ketdik, pastga tushamizmi?
Pastga birinchi etajga tushib oldik. Toyota'ni 1936-yilda ishlab chiqarilgan birinchi modellaridan bittasi. Signal chalyaptilar, ofa. Gap yo'q. Xo'p, video cho'zilib ketmasligi uchun men tez olib o'tib ketaman sizlarga. Pick-up birinchi ishlab chiqarilgan avtomobildan, ya'ni 1935-yilda Toyota avtomobil ishlab chiqarmasdan o'sha ishlab chiqarganda birinchi pick-up ishlab chiqargan. Ya'ni davlatiga foyda tegadigan avtomobillardan bittasi. Qaranglar, mana tozalab ketadigan joyi ham bor ekan. Undan keyin 36-yilda mana avtomobil ishlab chiqargan pick-up. Xo'p, bu yoqda o'sha kuzovlari, qisqa ma'lumot, motorlarni sizlarga ma'lumotini berdim. Muzeyida mana 1951-yilda ishlab chiqarilgan Toyota'ning Model S avtomobili. Ko'rib turganinglardek, hop. Bu avtomobil o'sha paytdagi kerak bo'lgan funksiyalardan hammasidan tashkil topgan zo'r avtomobil. Bu yoqda mana yana xitoycha yozilgan ekan, Toyota Akus degan ekan. Akus 302 nimadir modeli, yana pick-up. Xullas sizlarga qiziqarli bo'lyaptimi yo'qmi, o'shani ham aytib o'tib ketinglar-da. Yutib ketaylarmi? 100 mingdan oshdik obunachilar. Bu yoqda mana yana Toyota'ni birinchi ishlab chiqarilgan sedan avtomobillardan bittasi. Crown S-klassga tegishli premium avtomobillardan bittasi, ya'ni. Keyingisiga o'tamiz. Toyota Corolla'ni birinchi onasi mana, ko'rasizlar. Keyingisi Toyota Corolla Sprinter avtomobilini birinchisi. Bakoylarni ko'rasizlar, kapotda joylashgan, ya'ni bu yoqda emas. O'sha paytda shoferlar uchun qulay bo'lgan mashina. Hozir ham bir xil avtomobillarda bor, bakoyi mana shu kapotda joylashgan. Avtomobil ochuvmikan, tegilmasin deb yozib qo'yibdi, yopib qo'yibdi. Yo'q, labbay. Eng qizig'i 1967-yilda elektromobil. 1967-yilda elektromobil sportivniy kuzovga tegishli kupe, ikkita eshikli kabriolet ham bo'ladi, adashmasam bu. Voy, gap yo'q. 2000 GT ekan. Toyota EV 2000 GT. Ko'rinishini qaranglar. Shikalat. Gap yo'q. Keyingisi Toyota Camry, hammaga mashhur, ishqibozi bo'lgan, xullas, любитель rosa ko'p-da bu mashina. Sho'xsilar. Birinchi ko'rinishlardan ham chexolni ko'rasizlar. Voy, gap yo'q. O'sha paytdagi chexollar. Buni mencha to'g'risi eshigini ochib, hidini xillagim kelyapti. Ya'ni shunaqa zo'r hid keladi deb o'tdan bori. Bitta urush bersa ham xillab ko'raymikin, ha? Hop, biz qayerdan o'tib ketdik? Toyota Corolla'dan o'tib ketdik. Toyota avtomobili yana bitta. Bu yoqda mana Toyota Corolla avtomobili yana bittasi. Mana. GT Toyota Sienna-mi? Shunaqa. Noto'g'ri o'qigan bo'lsam, Toyota'ni mendan ham yaxshi ko'radigan ishqibozi bor, shuni to'g'rilab ketasizlar, iltimos qilaman. Chunki bizda vaqt chegaralangan. Toshkentda soat 10 bo'ldi, bizda 2 bo'ldi. Hozir o'sha peshinni o'qishimiz kerak, obed qilishimiz kerak. Shu sababdan muzeydan tezroq ketishimiz kerak. Bu yoqda mana Toyota'ni o'sha nima ekan? Kelstator degan ekan. Uni ham to'g'rilab ketasizlar. Mashinaga o'tirish mumkin emas ekan. Faqat mana eshigini bitta ochib ko'ramiz, qani? Yo'q, ochib bo'lmasa ekan, qiploq ekan. Men hidini xillamoqchi edim. Zo'r hidi kelishida. Mira chiqarilgan. Vodorod, ya'ni suvda yuradi. Suvda yuradigan, boyiga tepadagi sizlarga mexanizmini tushuntirib berganim, alohida zapravkasi bor Yaponiyada, shaharlarda yurgan avtomobil, ya'ni suvda o'zidan o'zi vodorod ishlab chiqarib, batareyaga kuch berib, elektr tok orqali elektromobil desa ham bo'ladi. Faqat suvda yuradi. Yangi avlod 2020-yilda chiqarilgan, bu ham suvda yuradi. Gap yo'q. Lekin ko'rinishi ham Lexus'ni yangi modeliga o'xshar ekan. Mirai 2020-yil. Ko'rasizlar, suvda yuradigan avtomobil. Nimaga bu bizda yo'q? Savol. Eshik ochuvmikin? Bitta ochib ko'ramiz, qani? Yo'q. Quloq ekan. Quloq qo'yishibdi. Mana. Sizlarga bitta narsani ko'rsatish esdan chiqib qopti-ku, mana buni qaranglar. Va, mana bundan o'tib ketib qolamiz-ku. Kuzovi har xil detalini qanaqa
qalinlikda va qanaqa og'irlikda, qanaqa mustahkamligida rang bilan ajratib chiqqan va mana bu yerda ma'lumotini bergan. Bu ma'lumotlarni hozir aytishga ozgina vaqt tejamkorlikda bizada, shuning uchun bitta skrinshot qilib, tarjima qilib ko'rib olasizlar. Xullas, avtomobil ichki ko'rinishi ko'rasizlar. Airbag hamma yoqida bor. Xullas, bu yoqda avtomobilni test qilishgan holati. Oldinda urganida ko'rasizlar. Faqat oldini o'zi mijg'lanmoqda, laboy sinib, ichkariga uncha-munchaga ta'sir qilmasdan o'tmagan. Ya'ni eski modelida shunaqa holat. Faqat eshigi ozgina zazordan qochibdi, chunki juda qattiq udarda bo'lgan. Mana bu yerda ham rangni ajratib bergan. Ko'rasizlar, mashinaning tepaga ilib qo'yganda qaranglar. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqdan ketamiz. Bu yerda blok miya mexanizmlari, farasi, Lexus farasi ekan, katta. Gap yo'q. Men yondirar ekan mana. Voy, gap yo'q. Voy, men ko'rdinglar, men nima bo'layotgan ko'rasizlar? Qaranglar. Ko'rasizlar, mana alohida ajratib berdi. Lexus farasini texnologiyasi. Bitta bosamiz. Voy, gap yo'q lekin. Shu yog'iga ishlamadi. Ketdi. Voy, maza qildim lekin, ishoninglar. Ishoninglar, maza qildim bor. Mana shu videoyimni men o'zim ham bor, qayta ko'rib chiqaman. Chunki o'zim alohida ko'zim bilan ko'rishga vaqt bo'lmayapti. Chunki sizlarga video olib beraman deb, sizlarga ma'lumot beraman deb, ya'ni o'zim ko'ra olmayapman xullas. Boshlanib qoldi. Mana bitta ma'lumot ekan, qanaqadir ma'lumot xullas pavilyoni. Bu yoqda mana zavodda, liniyada mana bunaqa katta robotlarda mana bu mashinani yig'ishini ko'rsatib turibdi. Ko'rganinglarda motor, kuzov yig'ilib bo'lingan, hadoyi kuzov pastiga yig'ilib bo'lingan, podveskaga uje o'tqizilingan podushkalarga uje liniyadan kuzov kelyapti. Liniyadan kuzov kelganda mana engine, ya'ni motor, orqa most, oldi korobka передач uzatmalar qutisi, xullas mana shu mana liniyadan bostirilib yig'iladi. Bu yoqda qanaqadir ma'lumot berishyapti. Hop. Bu yoqda zavodda Robert kuzovini yig'ayotgan joyi. Mana zavodda o'ziga borish shart emas, muzeyning o'zini zavodda mana ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni bu hozir nima qilyapti? Plomba qilib chiqyapti. Ko'rib turganinglarda har bitta detalni, kuzovi, metalini bir-biriga mustahkamlab chiqyapti. Mustahkamlab plomba urib chiqyapti. Undan keyin germetika surish jarayoni bo'ladi. Menimcha germetika surish jarayonidan keyin mashina orqaga liniyaga qaytyapti. Mana ko'rasizlar, gap yo'q. Bu yerda turistlar juda ko'p. Mana Toyota avtomobil ishlab chiqarishi o'sha paytdagi yoki hozirgi zamonaviy texnologiyalar. Gap yo'q. Mana liniyasi zavod. Endi maqtanib yursam bo'ladi. Men Toyota zavodiga borganman, ya'ni Toyota kompaniyasini. Xullas, men bitta yordamchi aka oldim. Videolaringni bemalol olaman. Xudo xolasa, kelinglar yaqinroq. Lexus rangini tiniqligini ko'rasizlar. Ibrohim aka ko'rgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Xullas, bu 2010-yilda ishlab chiqarilgan Elfa modeli ekan. Qaranglar, 4,5 metr uzunligi, 1.8 yoniga, ya'ni 2 metrga yaqin ekan eni. 1.2 bo'yi. Ya'ni ko'rasizlar, men belimdan mashlarimdan kelyapti. Sportivniy avtomobil. Hop, motoriga keladigan bo'lsak, avtomobilning besi 1,5 tonna hisoblanadi. Xullas, hop, motori 566 kuchli deyapti. 412 kilovat avtobusda yo'q, gibrid elektron bilan bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda yaponcha yozib qo'ygan. Yaxshi tushunmadim, boricha tushuntiraman. 1 litr motor, oyiga bir obrazda 8 motor qo'yilgan ekan. Tepada ko'rsatganimdek, bu videodan oldingizda 2 nimadir yozib qo'ygan, uni tushunmadim. Videoda endi bitta yaqinlashtiring, men bitta ko'rsatib olamiz. Mana mana shu yerda o'zligi tarjima qilib ko'rib olishadi. Bo'ldi, endi orqaga qaytamiz. Biza zavodda ishlab chiqarishni davom ettiramiz. Lekin orqadan yuring. Va mashinalarni bitta ko'rsatdik-ku. Mana shu tepadan boshladik, o'sha yerdan tepadan boshladik-da. Bu yoqdan tushib
Mana bu yoqdan hamma Toyota Camry, Corolla hammasini olib, mana oxirgi zamonaviy chiqqan avtomobilni oldik. Perforatsiyali tormoz sistemasi Lexus idealniy mashina. Xo'p, saloniga ham bitta ko'z tashlab ketamiz. Qo'lingiz yetganicha oling. Sportivniy rul, ruchnoy elektronniy, hamma narsa elektronniy boshqariladi. Xullas, skoroskga olishi yonidan ekan, ko'rasizlar. Pоворotnichi tabloni miyasida peshonasida joylashgan ekan. Bitta ko'rsatganim gapi lekin. Ko'rasizlar? Va orqa spoilerlarni bitta ko'rsatamiz aka. Orqa tormoz sistemasi qanaqa ekan to'xtab. Orqa tormoz sistemasi oldida joylashgan ekan. E'tibor beringlar, bu ham tormoz sistemaga juda katta ta'siri bor. Ruchnoy alohida mana ko'rasizlar. Mashina prosta o'chganda, to'xtaganda ruchnoy superti elektronniy. Mana tormoz bosganda ishlaydigan super. Diskasi zo'r, balon razmerini ko'ramiz. Hop. Balon razmerini. Mana bu ekan. 30R20 ekan. 305 balon juda shirokiy. Gap yo'q. Spoileri menimcha kirib chiqadi elektronniy. Alohida boshqarilsa kerak. Gulshitri o'rtada ekan. 3 talik gulshitr. Mana dizaynni qarang. Yorib olgan ha, Lexus bor. Xullas, endi ketdik. Zavodga sekin ishlab chiqarishga ketamiz. Nodir aka, mamlaqa boshidan sotuvga qo'yganmisiz O'zbekistonda bormi? Yo'q, bundan Elfa 2010-yil yo'q-a? Yo'q. V8 silindrli katta motor ekan. Gibrid ekan, bitta gibridda ham 412 volt yozib qo'ygan. 2000-yil chiqqan mashina. 2010-chi. U ham mayli, robotlar. O'shanga ham ketamiz. evolyutsiyasi, robotlarning evolyutsiyasi. Birinchi bo'lib yurakdan boshlaymiz. Ya'ni Toyota'ning yuragi bu motori hisoblanadi. Mana silindr bloki 1Z engine motor deb yozib qo'yibdi. Ya'ni qaysi bir Toyota'ning qichi motori kerak. Mana bloki quymaligida xullas Porsche'ni yig'adigan ancha katta sistema ko'rsatadi. Lekin davom ettiramiz. Qo'lingiz olib ketmadan beradi. Xullas mana shu mana katta kadrda. Ben işte siz qiynalmayın deb tez gapirib tashlayman. Tez o'tib ketish uchun. Komandamiz ham qolmasin deb. Kalival ko'rasizlar. Hop. 1 2 3 4 5 6 silindrli ekan. 6 silindrli Kalival Finished Cranch Pulse. Bu mana bu detalli eskilari bo'pti. Before Pin Matches Process. Bu ham Kalival mana bu pachaga chiqib ketsa nimadir tekshirishgan menimcha moyda. Mana bu yerda Kalivalni rastoshka qiladigan apparat. Ya'ni ponni tozalab chiqadi. Bu tozalab chiqadigan shu musurini ana ko'rdinglar. Mana ham solib qo'ygan, ko'rasizlar? Endi menga ko'rsatasiz. Mana bu yerda yapon tilida ponni ma'lumot bergan. Kamerani bitta yaqinlashtiramiz. Operator aka 1964-yilda xullas bu ustunlik o'sha mana Amerika tomonidanmi yoki Amerikadanmi Lexus brendi uchun ishlab chiqarilayotgan menimcha ustunlik bo'lsa kerak. Yana ma'lumot agar nimadir yanishib ketdi, yo noto'g'ri aytgan bo'lsam, sizlarga ma'lumot ko'rsatdik, skrinshot qilib tarjima qilib olasiz. Kalival, hop, bu yerda rastoshka o'zini razmerli instrumentlari. Hop, bu yerda o'sha tekshiradi har bitta Kalivalni shaton o'tiradigan joyi to'g'ri o'tdimi yo'qmi, 0 gradusga to'g'ri kelyaptimi yo'q, o'sha narsani tekshirib chiqadi. Hozir bu tekshirish imkoniyati bor ekan, o'zi test instrument ekan, apparat ekan. Biz ozgina vaqtdan chegaralanganligimiz uchun bu narsani menimcha ko'rsatib bera olmayman. Bu yerda mana blokka rastoshka qilyapti, rezba ochyapti. Mana bu to'g'ridagi, qo'l barni mana shunda turibdi-siz, mana shunda. Bunday keling. Kamerani yaqinroq qilamiz. Mana shu filtr joyini rezba ochyapti. Bu yerdagi blokka zagloshka o'tiradigan joyi bu yerda kengaytirib razmeriga to'g'rilayapti. Hop. Mana apparat bo'lsa, sizlarga videolarimni ko'rsatganman. Mana shu tepadagi bor, mana shu tepadagi mana shu stanokka rastoshka tishi bo'ladi. Ya'ni gilzani rastoshka qilib tashlaydi. Mana bunisi bo'lsa golovkaning ustini, ya'ni blok ustini golovka o'tiradigan joyini to'g'rilaydi. Bu yerda boltlarga rezba ochilyapti. Hop. Sal uzoqroq, menga yaqin bo'lib ketyapsiz, aka. Shoshib ketasiz sizlar. Yana bitta blok. Bu yerda ham blok. Hop, bloklar mana ishlab chiqarish jarayoni ko'rasizlar, stanoklarida, muzeyda hammasini joylashtirib kerak.
Hop, bu yerda menimcha silindrni ichidagi mana bu oynada qilib qo'yilgan kompressorni yoki gilzani razmerini o'lchyapti. Yo kompressor yoki gilzani menimcha dumaloqli o'sha razmeri to'g'ri standartli bo'lgan yoki bo'lmaganligini tekshiryapti mana bu. Bu yerda zavod ko'rdinglar. Mana yaxshi tushdi aka. Bo'ldi. Yapon yozuvlarini ham bitta tarjima qilish uchun ko'rsatib ketamiz. Ketdi bu yoqda ham. Bo'ldi. Endi bu uzun narsa emas. Bu yoqda zavod ko'rdinglar. Keyinchisi. Voy, bizga eng muhim narsalardan bittasi mana o'sha shaton, blok ishlab chiqaradigan katta apparat. Mana bunaqa qalin oyoq kiyim, qalin pershatkalar orqali mana shu instrumentlardan foydalangan holatda temirni 1200 yoki bir eshitgan edim 7000 gradusda eritib, suv qilgan holatida ular qolipga quyiladi. Mana shuni ishlab ketdi hozir nimagadir. Nimadir tekshirishayotgan bo'lsa kerak, hozir bunga ham o'tamiz. Shaton, porshinni, blok, головкаларni ishlab chiqarishadi. Mana bu yoqda ham. Bloklar. Katta avtomobillarniki Toyota. Qolgan bu yoqda mexanizmlari, zabloshlari, bu yoqda перевешник vallari, o'qlari ishlab chiqaryapti. Bundan yo'lda qo'yganlarda birinchi ishlab chiqarilgan mashinalarning yig'ilish jarayonida evolyutsiyasi, ya'ni bitta liniya kuzovi bo'yab chiqyapti, ko'rasizlar? Kuzovlarni polni hammasini alohida ishlab chiqarib, mana bu sinfda parokka, ya'ni mana krilovni iz tushirib, mana bunaqa shakl berib chiqyapti. Gap yo'q lekin o'sha paytdagi texnologiya. Ana texnologiya. Mana liniyani ko'rasizlarmi? Qo'l mehnati orqali kuzov yasashgan o'sha paytdagi. Keyin bularni hammasini yig'ib chiqib, taxta maketga. Keyin uni liniya orqali ko'rasizlar, o'sha paytda o'zida ham kraska sevib turib, polni motorlarni yig'ishgan. Mana qo'l mehnati hammasi bolg'a, plastik boshqa narsalar bilan foydalangan holat. Mana bu yerda ham qo'l mehnati orqali instrumentlar bilan ishlab chiqariladi. 1951-yil Toyota Motors, mana buni ko'rganinglarda Toyota Motors Sumito Machineers Company deb yozib qo'yibdi. Xullas, Toyotani mendan ham yaxshi biladiganlar qisqacha yana ma'lumot to'liq yozyapti. Temirni olibni keltiryapti. Temirni menimcha bu kapot o'tiradigan labor ostidagi detal. Yana buni boshqa sinoklari ham bor. Sizlar motorni Kriloni ishlab chiqarilyapti. Shu ko'rasiz, tayyor bo'lib, mana bu holatga keltirib, ko'rasizlar. Krilolarni odam holatga mana bunga ilib, menimcha kraska bo'yab chiqishyapti. Kuzovni Robert mana buni yig'ib, ponni plombalab chiqadi. Ya'ni svarka qilmaydi, bilasizlar, plombada shtamplab chiqadi. Shtamplab chiqqandan keyin qaysi ayrim joylarini svarka qiladi, ayrim joylarini plombalab chiqib, to'g'rilab chiqadi. Kawasaki tomonidan ishlab chiqarilgan ekan, aka. 1200 kilo ekan, Kitto degan brend ekan. Mana shu avtomobilni hozir kuzovi ishlab chiqarilyapti. Toyota'ni 2015-yilda ishlab chiqarilgan modelini, xullas mana shu kuzovi. Yo'da devorni dekoratsiya qilib qo'yishgan ekan. 1-2 ta bitta ko'rsatamiz operator aka. Devorni mana dekoratsiya qilingan. Bu shart emas borishimiz. 05 qilamiz. Endi yo'g'da mana o'sha robot yana texnologiya boshladi. Mana liniyada yurishni boshladi, ko'rasizlar. Xo'p, endi zamonaviylashgan liniya, mashina yig'ilyapti. Akam savol bermoqchilar. Labbi aka, Abror aka. Haydab qo'yibsan, to'g'rimi? Eng zo'r mana shu amortizator ko'rinib turibdi. Qanaqa qilib eng yumshoq, безопасный qilsa bo'ladi. Xo'p, qarang. Bu holatda o'zi Toyota безопасный yumshoq ishlab chiqargan hamma mashinasini bizni bilgan. Bizga qilib berishimiz endi aynan Toyota kompaniyasini misol keltirib aytib bera olmayman. Yo'q, boshqasizlik ham bo'ladi. Qattiq mashinalar. Qarang, endi mana shu amortizator bo'yicha biz sizga bitta ma'lumot beraman. Qarang, mana shu amortizator, men qo'limda men sizga tushuntirib bersam, mana shu amortizator o'qi ko'rasiz kichkina. Kuzovga jihatidan
kichkina. Yo'q, mana o'zi tashqi ko'rinishi ham o'zi kichkina, ko'ryapsizmi? Ona o'shani korpusiga kichkina bo'lgandan keyin uni shtogidek o'qi ham hozir amazatr qo'limizda yo'q, sizga tushuntirib berishim uchun. Kichkina bo'ladi. Ana o'sha o'qi bor-ku, shtogini qalin shtog qo'yamiz. Misol uchun Gentrani amazatrini shtogi kichkina bo'ladi. Misol uchun mana shu barmog'imdek bo'lsa, Captiva'niki mana shu bashmaldog'imdek bo'ladi. O'sha shtogini mana korpusini kirilish liniyasini kattaroq kengaytiramiz. Rezbasini, vtulkalarini kattaroq qilib, moyi yaxshisidan qo'yib, o'sha Captiva'ni shtogini qo'ysa, mashina yurish jihatidan vesiga zo'r bo'lib beradi-da, mashina yumshoq bo'ladi. Mana zo'r bo'l. Hech kim bilmasdi-ku, qanaqa yumshatadi. Xullas, Toyota zavodida bo'lib oldik. Mana mana polni o'tkazib berdi, lekin zo'r joyini o'tkazib yubordik. Hozir pastda turdi, bildinglar, liniya. Xullas, liniya polni podveska ходовой, motorni, korobkani kuzovga joylashtirdi. Просто robot qotdi, tushunasizlar? Boshida hammasi qo'l mehnati bo'lgan. Gap yo'q. Bo'l, men qarab zaps ketyapti. Xullas, Toyota muzeyini aylanib chiqdik, zavodini ko'rsatdim sizlarga. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Sizlarga bitta sovg'am bor. Xullas, mana futbolkasi Toyota'ni ko'rasizlar, Honda eski modelini tasib qo'ygan. Ya'ni 2000 GT boyiga sizlarga ko'rsatgan mashina. Mana shu surat tushgan bitta futbolkani, xullas, YouTube'dagi faqat obunachilarimga bitta donasini olaman, hadya. Bitta obunachi beraman, kommentariyaga просто yozib qo'ying и like bosib qo'yasiz. Bitta insonni shu kommentariya bilan like orasidan tanlab olib, sizlar uchun sovg'aga olaman.